Minecraft'da qishloqni himoya qiluvchi bir mob mavjud. Uning nomi Temir Golem. Bu mobni qishloq aholisi temirlardan tayyorlashadi va u qishloqni har xilcha maxluqlardan himoya qiladi. Uni o'ldirish esa sizga 3 tadan 5 tagacha temir olib keladi. Yo do'stlar, sizlar bilan Lightning. Bugungi videoda biz Temir Golemni o'ldirishning eng oson yo'llarini ko'rib chiqamiz. Birinchi usul: bunga bir paqir suv, jajgalka va TNT kerak bo'ladi. Golemni jahlini chiqaramiz va har doimgidek uzoqroqqa qochib, bo'shroq joydan suv quyib olamiz. Temir golemlar suvga kira olmaydi, chunki u temirdan iborat. Shuning uchun biz TNTlardan foydalanamiz va uni o'ldirishga harakat qilib ko'ramiz. Hozircha birinchi urinish o'xshamadi, bu ikkinchisi. Qani, bu ancha jonni oldi. Yana bitta urinish. Menimcha bunda o'ladi. Va mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Temir golem 3 ta TNT ga bormasdan o'ldi. Ikkinchi usulga o'tamiz. Ikkinchi usulda bizga bor yo'g'i 3 ta loyni o'zi yetadi. Bu loy bo'lsin, xoh boshqa blok. Muhimi blok bo'lishi shart. Va golemni yana spam qilamiz. Uni urib, bor energiya bilan qochishimizga to'g'ri keladi. Bizda texnik xato. Qorni ustiga chiqqan golem 3 ta blokka bemalol yetar ekan, uni hisobga olmabman. Shuning uchun 4 ta blokka chiqib oldim. Mana natija. Golem osongina o'ldirildi. Uchinchi urinishga o'tishdan oldin Minecraft klon versiyalardan charchadingizmi? Sizga shader va modpack qo'shadigan Minecraft original versiyasi kerak. Play Marketda esa original versiya $7 turadi. Sizda tabiiyki unga pul yetmaydi. Shuning uchun Telegram kanalimizda aksiya bo'lyapti. Minecraft har qanday versiyasiga 50% dan 75% gacha chegirma. Kanal opisiyanida qoldirib qo'yaman. O'tib yozaverasizlar. Let's go. Final do'stlar, 3-usul. Bunga faqat tajriba va maslahatlar muhim. Bunda men 4 ta golem bilan birdaniga jang qilib ko'raman. Ana nima bo'lar ekan? Let's go. Birinchi golemga zarba berdim, ikkinchisiga ham. Va yana zarbalar beryapman, buzilishiga oz qoldi. Ana buni o'ldira olmayman ekan, o'ldi va keyingi golemlarga o'tamiz. Golemga ham yaxshigina zarba berdim va u ham o'ldi. 3-golem. Buni ham o'ldirishim kerak. Va bu ham o'ldi. Oxirgi golemga navbat. Mana do'stlar, 4 ta golem menga qarshi hech narsa qila olmadi. Agar yaxshi aslahangiz bo'lsa, keyin PvP'da yaxshi bo'lsangiz, golemlar hech narsa qila olmaydi. Hech qanday usul ham shart emas. Oldinda bundanda qiziq videolar chiqishi uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shuncha golem bilan janglarimdan so'ng mana shuncha jonim qoldi. YouTube'da yangiman. Kommentga omad deb qoldirib, videoga like bossangiz xursand bo'lardim. Ko'rishguncha xayr.